Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yo'l belgilarini so'raymiz sizdan, ma'qulsizmi? Kel. 12% uklonga spuskaga. Qanday belgi negizi? Bu eskartuvchi. Bu 10% podyomga eskartuvchi. Yaxshi. Bugacha biz programmani ko'rib o'ylaymiz. Ha, razorat mumkin emas. Ikki tomonli yo'l. Nega o'tadi bu? Eslatmada unda. Ha, eskartuvda bizda. Bu hayvon chiqish o'rmon, bu ikki xil bo'ladi. Kiydiki o'rmonlarda bu hayvon mol o'tadigan yer. Hayvonotlar bor, avaylarlarda o'tadi. Tunnel. Tunnel. Ne degan belgi bu? Eskartuvchi. Eskartuvchi. To'liq aytib o'shani berasiz. Bu Eskartuvchi опасный поворотlar yo'llari. yo'q, yaxshi bayqangiz. Yaxshi bo'lmas. Janturlasizlar. Bo'lmas bu. Yomon yo'lda endi. Yaqinda o'tasiz. Yaxshina bayqasangiz, mashinasi men ko'rgazib qo'ygan atayni. Опасный поворотlar emas u. Tayg'aloq yo'l. Tayg'aloq. Tayg'aloq yo'l. Bu boshqa. Tayg'aloq yo'li. Tosh chachratish ehtimoli bor. Tosh chachratish. Shebin yo'lda. Avaylar qiladi.